Assalomu alaykum yaxshilar. Charchamayapsizlarmi? Xo'p, lasinamiz razmeri 1 metrlik lozim deyiladi. Xo'p, narxi lapsha materialdan 19 ming so'm. Xo'p, buni markaziy materialligi mana xizmatda bor. Xuddi o'sha lapshani mana markaziy materialligi mana 29 mingdan. Mana har xil rasvetkalari bor. Mana reklamalari, gullari har xil, lekin materiali markaziy. Hop, 29 ming. Markazani lasinasi mana uzun 1.20 ligi. Hop, narxi 29 ming so'm. Buni обычный razmeri bor. Mana markaziy qanaqaligi. Bular 15 mingdan mana. Bular 15 ming so'm. 48-50 ga tushgan lasina. Endi bularda mana bunaqa o'rta razmer bunaqalari bor, har xil toshlilari. Xo'p, bularimiz lapsha materialligi 19 ming, markaziy materialligi 29 ming. Mana bunaqa shimlilari bor, mana bunaqa fasolligi. Mana bunaqa to'r qo'yilgan har xil variantlari bor. Keyin mana bunaqa vitrina qilingan, sherkallar urilgan, mana bunaqalar bor. Bular hammasi 19 ming so'mdan. Bular ham shu 50-52 ga to'g'ri kelgan. Bular hammasi razmer pochkada qoplab qo'yilgan. Kimgadir kerak bo'lsa aytasizlar. 29 ming so'mdan mana xabili markazali eng chotki anaqa shim fason yubka buruk deyiladi buni. 29 ming so'mdan 52-54 razmer. Endi mana lasinalarimiz kelgan bo'lsa qoplab qo'yib qo'yilgan. Bularimiz mana 12 ming so'mdan hammasi lozimi, anaqa tagi, manjetligi, manjetsizi hammasi eng oxirgi narxlarda. Narxlari 12 ming so'mdan. Endi bulardan mana bu qoplarimiz hammasi bular. Hop, mana bundan 7500 so'mlik, 8500 so'mlik lasina edi. Hammasini narxini o'rtacha hisobda 8 ming so'mdan qilib qo'ydik. 7 xil, 8 xil svet. Bu ham mana juda ham akkuratni tikilgan. Razmerlari ham juda ham joy-joyida hammasi. Bemalol kimgadir kerak bo'lsa aytaverasizlar. Keyin bularda 50, 60, 70 lasinalarimiz bor. Mana bunaqa kichkina upakovkachalarda qilib qo'yilgan, chiroyli 3 tali razmer. Hop, bulardan narxi bo'lsa atigi 5 ming so'mdan. Hozir biz Qo'qondagi mana Boboshbek bozoridamiz. Eng oxirgi holatlar, sekin hamma yig'ishtirib ketib turgan holati va bizdagi eng katta auditoriya mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunday ko'rsatamiz mana. Maydonni ko'ryapsizlar. Mana bunaqasiga 6 metr, mana bunaqasiga 47 metr pashti. Kimgadir kerak bo'lsa mahsulotlarimiz zakaz berasizlar. Bizda eng optim narxlarda va eng ulgurji narxlarda, eng arzon narxlarda. Mana bozorning bu tarafi turishi hamma sekin yig'ishtirib ketayotganlar ketyapti, lekin bizda lozimlarimiz mana xilpirab sotuvda turibdi. Bularda har bittasi shu do'mboq xolalarga tushgan, xolalar qizlarga tushgan, qizlar kiyib bir boshdan Telegram kanalga Sifat tekstil degan kanalga rasmlar tashlab qo'yilgan. Hozir ekranda nomer turibdi. Mana shu nomerni shunday Qo'qon deb saqlanib qilsalaring, Telegramdan Qo'qon deb yozib, opshim saqlanib chiqadi. Sifat tekstil Telegram kanal. Shu Telegram kanalda shularni hammasi bir boshdan manekenga kiyib tushilgan rasmlari ham, keyin inson zoti kiyib tushgan rasmlari ham bor. Azizlar, charchamanglar, bo'lmasam biz videoni to'xtatishga qaror qildik va eng chiroyli gaplar bo'ldi. Mahsulotlarni imkon boricha mana tushuntirdik qo'ldan kelgancha. Charchamanglar, azizlar, Telegramga o'tib bemalol Sifat tekstilga murojaat qilaverasizlar. Yaxshilar, charchamanglar.